Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, ijtimoiy tarmoqlarni kuzatib borayotgan hamyurtlar, chet davlatlarda, Rossiyalarda, Qozog'istonlarda va boshqa mamlakatlarda elim, yurtim deb, oilam, bolam, chaqam deb hormay, tolmay ishlab yurgan yurtdoshlar, akalar, ukalar, hammanglarga sog'lik, omonlik tilagan holda bugungi hamma uchun zarur bo'lgan bir jiddiy bir mavzuni ozgina muhokama qilamiz, ozgina suhbat qilamiz. Xo'p, mana jamiyatlar bor dunyoda. Yer yuzida 240 ta mamlakat, davlat mavjud. Mana shu jamiyatlar deymiz, mamlakatlar, davlatlar ichida rivojlangan, rivojlanmagan, rivojlanib borayotgan, rivojlanganga yaqin mamlakatlar bor. Bilamiz, juda ko'pchilik rivojlangan davlatlarda rivojlangan davlatlarni havas qiladi. U joydagi imkoniyatlar, sharoitlar, daromadlar haqida ko'proq o'ylaydi, ko'proq o'sha yerlarga borishni orzu qiladi. Bitta narsa borki, ana shu jamiyatda yashayotgan fuqarolarni, jamiyat a'zolarini hayoti yaxshi bo'lishi, turmush tarzi farovonligi yaxshi bo'lishi faqatgina rivojlangan mamlakat bo'lishiga, ana shu yashayotgan mamlakatda rivojlangan davlat bo'lishiga bog'liq emas. Endi albatta rivojlanish bu juda katta ahamiyatga ega. Aholini turmush tarzini yaxshi bo'lishida rivojlanish juda katta ahamiyatga ega. Lekin shunday davlatlar, shunday mamlakatlar borki, rivojlangan davlatlar qatorida yuqori o'rinlar egallab turmaydi-yu, lekin ana shu jamiyatdagi odamlar, fuqarolar yashash tarzi juda ham a'lo darajada. Kamchilik, moliyaviy kamchilik deyarli yo'q. Bo'lsa ham juda past darajada bo'lishi mumkin. Va yana shunaqa davlatlar borki, o'ta kuchli texnologik rivojlangan davlat bo'lishiga qaramasdan fuqarolari juda katta qismi yaxshi yashaydi. Ya'ni turmush tarzi zo'r deyolmaysiz. Endi nima deyishimiz mumkin? Qisqacharoq aytadigan bo'lsak, istalgan davlatda o'sha yashayotgan fuqarolari hayotini yaxshilash, turmush tarzini yaxshilash, sharoitini yaxshilash bo'yicha har xil ana shu jamiyatning imkoniyatlari, salohiyatidan kelib chiqib har xil yo'nalishlar, har xil loyihalar, har xil variantlarni qilish mumkin. Aholini yaxshi yashashi uchun, o'rtachadan yuqoriroq yashashi uchun juda unaqa dahshat rivojlanib ketgan davlat, milliard, trillion yalpi ichki mahsulotga ega bo'lgan davlat bo'lishi shart emas aslida. Masalan, biz O'zbekistonda ham o'ziga yarasha biz ham rivojlanib boryapmiz. O'zimizga yarasha yaxshi, mana o'sish ancha yaxshi. Lekin muammolarimiz talaygina. Energiyadan muammo bor. Mana hamma yoqda shov-shuv bo'lib yotibdi. Narxlar oshgan, vahima, yo'l kiralar oshgan, mahsulotlar narxi oshgan, energiyaga bog'liq ravishda. Bir tomonda uy-joy masalasi, yana bir tomonda ishsizlik, yana bir tomonda yana bir boshqa monopoliya va hokazo. Yetarlicha o'zimizga yarasha qiyinchiliklarimiz ham, plus minus tomonlarimiz yetarli. Xo'p, endi aholini turmush tarzini yaxshilash uchun masalan o'zimiz O'zbekistonda nima qilishimiz mumkin? Nima qilish mumkin? Xo'p, aholini uy-joy masalasida aholiga arzon, qulay, kommunikatsiyalari yaxshi, qishki mavsumlarda isitish masalasida muammosi bo'lmagan, arzon, juda ham to'lashga qulay, shinam, juda ham arzon uy-joy bilan aholini ta'minlash mumkin. Uy-joy bilan ta'minlash asnosida bir yo'la energiya muammosi, ya'ni svet, gaz, svet emas, asosan gaz
bo'lib ham qishki mavsumlarda uy isitish masalasidagi muammolarni ana shu uy-joy masalasi bilan birgalikda hal qilib yuborsa bo'ladigan variantlari bor. Endi uy-joy bilan ta'minlashda o'ta arzon variant loyihalari tuzib chiqish mumkin. Bu hal bo'ldimi? Endi energiya ham qishda uy isitish masalasi ham o'z-o'zidan hal bo'lib ketyaptimi? Aholini muammosi kamayadi. Faraz qiling, yaxshi bir loyiha tuzib chiqdingizda, zo'r loyiha tuzib chiqdingizda, aholi ishlab pul topib, Rossiyaga borib, boshqa qilib pul topib, $10,000, $15,000 ga uchastka sotib olib, yana aytgan $20,000, $30,000 sarflab uy-joy qurib, ko'chib borib, o'sha yerda oilasi bilan o'sha yerda makon qilib yashab ketishi uchun bir $30,000, $40,000 sarflayapti-da hozir ko'pchilikda shunaqa. Yo hammasini qo'yib bitta dom olay desa ham, bo'lmagan joyda ham 25,000, 30,000. Undan arzonga dom yo'q. 25,000, 30,000 dan boshlanib ketgan, yo 40,000, 50,000 ketdi. Endi xuddi shu vaziyatda $10,000, $12,000, $15,000 gacha bo'lgan qiymatga aholini arzon, o'ta qulay, shinam uy-joy bilan ta'minlash bo'yicha shunaqa konsepsiyalar, shunaqa loyihalar tuzib chiqish kerak. Vodoprovod bilan, asfalt bilan va boshqa kommunikatsiyalar bilan ta'minlash, qishda uy isitish masalalarini ham bir yo'la qulaylashtirib, ana shu qurilayotgan uylarni topli batareyasini, KPDS deydimi? Issiqlik batareyasini pasaytirib, 0 darajaga keltirib aholiga taqdim etilsa, o'ta puxta ishlangan loyiha asosida ish tutilsa, aholiga ancha yordam bo'ladi. Masalan, $1000 bir odam $1000 pul topib, yillar davomida pul to'plab $40,000, $50,000 ga 60 kvadrat, 64 kvadratli dom olishi mumkin. U mashaqqatmi? Turgan bitgan mashaqqatmi? O'zi bir ish topish muammo. Ish muammo bo'lmagan taqdirda ham yaxshi oylik olish muammo. 3 million, 4 million, 5 millionlik ish juda ko'p bo'lishi mumkin. $500 gacha, $400 gacha bo'lgan oylik maoshli ishlar ko'p bo'lishi mumkin. Undan uyog'i $500, $700, $1000 qiyin masala. Endi shu $500, $700, $1000 oylikli ish bilan ta'minlash oson bo'lmayaptimi aholini masalan? Endi bu tomondan yordam berilsa, arzon uy-joy bilan ta'minlash bir imkoniyat taqdim etilsa, aholida o'zini o'tga cho'qqa urib $800, $1000 topishlikka chiranishga ehtiyoj qolmaydi. Nimaga? Uy-joydan, energiyadan muammolar boshqacha tarzda hal qilib berilgan. Bu bo'yicha ishlanmalar, loyihalar mavjud. Bu haqda batafsil keyingi suhbatlarimizda. E'tiborlaringiz uchun rahmat.